Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana kanalim orqali g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun hammaning uyida topiladigan mahsulotlardan juda ham oddiy va tezdagina 10-15 daqiqada pishib tayyor bo'ladigan shirinlik tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Aladushki desak ham bo'ladi. Birinchi bo'lib manniy kurpa ishlatamiz. 1 stakan manniy kurpa, 2 stakan un ishlatdim. Tabga qarab unni o'ziga tayyorlasak ham bo'ladi. Manniy kurpa topilmasa, unni o'ziga tayyorlasak ham xuddi shundan qolishmaydigan darajada o'xshab chiqadi. Endi qatiq qo'shamiz. Qatig'im ozgina quyuqroq olib qo'yibman, magazinnikini ishlatganda. O'rniga kefir ishlatsanglar suyuqrog'idan yana ham yaxshi bo'ladi. Ozgina shakar, 70-80 gram atrofida shakar qo'shamiz. 1 choy qoshig'ida soda qo'shdim, ichimlik sodasi. Или razrıhlitel qo'shsanglar ham bo'ladi. Qatiqni qancha ishlatdinglar deganlar uchun 2 stakan, 2,5 stakan ishlatdim. Agar suyuqroq bo'lsa 2 stakan ketadi. Quyuq bo'lganligi uchun 2,5 stakanda ishlatdim. Qatig'imga ozgina suv ham qo'shib yubordim, suyulsin deb. Bir dona tuxum solib, yaxshilab massamizni aralashtiramiz. Endi 2 dona o'rtacha kattalikdagi olmani mayda qilib to'g'rab olamiz. O'rniga banan, boshqa mevalardan qo'shsak ham bo'ladi. Juda ham mazali, yumshoqqina. Asosiysi bolajonlar uchun ham tayyorlab bersanglar mazza qilib yeb olishadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaning uyida topiladigan mahsulotlar ketadi. Juda ham oddiy tayyorlanishi. Yaxshilab massamizni aralashtiramiz. Manniy kurpa topa olmasanglar, aytib o'tganimdek, unni o'ziga tayyorlasanglar ham bo'ladi. Endi gazimizni yoqib, olovimizni eng past darajasiga qo'yamiz. Juda ham tez qizarib ketadi. Shuning uchun eng pastiga qo'yib olinglar. Ozgina tagini yog'lab olsak ham bo'ladi. Agar tovaynaga yopishadigan tova bo'lsa, обязательно yog'lab turib keyin qo'yinglar. Ikki tomonini ham juda ham past olovda pishirib olamiz. Izohlarga albatta yozish esingizdan chiqmasin. Qanaqa chiqqanligini tayyorlab ko'rganlar bo'lsa, albatta yozib qo'yinglar. Kim qaysi davlatdan turib tomosha qilayotgan bo'lsa videoyimni, или boshqa viloyatdanmi, qaysi shahardan ko'rayotgan bo'lsangiz, izohga обязательно yozib qo'yinglar. Shaxsan men uchun juda ham qiziq, kim qayerdan turib aynan mana shu videoyimni tomosha qilganligi. Kanalimizga yangi qo'shilganlar bo'lsa, albatta bir donadan like bosish va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videolarni chiqazganimda birinchilardan bo'lib tomosha qilasizlar, o'tkazib yubormasdan. Shuning uchun albatta podpisatsiya tugmasini bosib, bir donadan like bosib qo'yinglar. Kelgusi videolarimda yana osongina retseptlar bilan ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.